Va qur'aning o'ng tarafiga kelsak, o'ng tarafida Newcastle Barselonaga qarshi o'yin olib boradi va bu o'yin ham ajoyib o'tishi taxmin qilinmoqda hozir. Lekin bu yerda Barselonaning g'alaba qozonish foizi ko'proq va keyingi o'yin Atletico Madrid Tottenhamga qarshi o'yin olib boradi. Atletico Madrid remontada qayd etdi va ajoyib g'alaba qozondi Brugge ustidan. Brugge ham tengma-teng kurash olib bordi va tengma-teng kurash taklif qildi Atletico Madridga va osonlikcha g'alaba qozongani yo'q Atletico Madrid. Va bu bosqichda hozir bu klublarning g'alaba qozonish foizi bir xil. Bu ikkisidan kim g'alaba qozonishini taxmin qilish juda qiyin. Va keyingi o'yinga to'xtalamiz. Sporting bu mavsum kashfiyoti Bodo Glimga qarshi o'yin olib boradi. Bodo Glim azizlar, finalchi, oldingi yil finalchisi Interni mag'lub etib, Chempionlar Ligasi 1/8 bosqichiga yetib keldi va klublar bilan hazillashmayapti do'stlar. Bodo Glim ajoyib o'yin olib boryapti. Bodo Glim kuchli klublarga qarshi yaxshigina boshqaruv bo'lmoqda. Va so'nggi o'yin Bayer Leverkusen Arsenalga qarshi o'yin olib boradi. Bu o'yinda Arsenalning g'alaba qozonish foizi juda yuqori. O'ng tarafga qarasak do'stlar, qur'a natijasiga ko'ra nisbatan kuchsizroq raqiblar, to'g'ri, Barselona, Atletico Madrid va Arsenal bor o'ng tarafda, lekin chap tarafga nazar solsak do'stlar, PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bavariya klublari hozir chap tarafda jang olib borishadi. Yaxshigina jang bo'ladi do'stlar. Chap tarafdan chiqqan klub nisbatan ko'proq kuch sarflaydi. Bu chap tarafda kim finalgacha yetib olishini taxmin qilish juda qiyin. 1/8 finalga yetib kelish klublar uchun juda uzoq va mashaqqatli bo'ldi va hozirga kelib kuchsiz raqibi o'zi yo'q bu bosqichda. Barchasi saralanganlari jangga shay holatda hammasi. Klublardan har doim chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha do'stlar.